Assalomu alaykum. Bugun rolik xudo xolasa. Zilola xonim Ibragimova Guleder. Assalomu alaykum. Meni kuzatuvchilar. Meni qatdan ko'rayotgan bo'lsanglar ham, xayrli kun, xayrli kech. Umuman olganda kunning qaysi qismida ko'rayotgan bo'lsanglar ham, kuninglar barakali bo'lsin deyman. Bugun rolik xudo xolasa sizlar uchun tayyorlayapman. Bu rolikni balki meni qo'limdan olasizlar, balki organizatorlar orqali ko'ryapsizlar, lekin o'tkazib bormasdan oxirigacha ko'rishinglarni maslahat beraman. Chunki kimni niyat qilgansizlar, to'yinglarga kim taklif qilinyapti o'zi, kimni niyat qilib xonanda qilib sahnaga qo'ymoqchisizlar. Biz shunchaki xonanda emas, balki o'z ishini professional ekanligini isbotlab beruvchi ajoyib kontent bo'ladi degan umiddaman. Shuning uchun ham ko'rib qo'yishinglarni maslahat beraman. Demak, boshladik. Hozir bizada kostyumerimiz kechikyaptilar. Chunki bizada har bitta ishimizning o'zini xodimlari bor. Bizada hech qaysi ish nima deydi, xohlagan odam qilib ketavermaydi, o'z ishini ustasi qilish kerak bo'ladi. Kostyumerimiz kechikyotganliklari uchun qizlarimiz ham ozgina nima deydi, besaramjon, yaxshimisizlar? Kim keldi yana? Qanaqasizlar? Diyorichka bilan ko'rishdim. Keyin Dilbar kelmadi, skripkachi qizimiz hali kelmadilar. Demak, qolgan qizlar yo'q. Qizlar bu yerda kiyinishyaptimi? Kiymayotganlar yo'qmi? Hali kiyim almashtirayotganlar? Kiyim almashtirayotganlar yo'q. Kiyim almashtirayotganlar yo'q bo'lsa, bu xonada biz shunday kontentlarimizni davom ettirib olamiz. Bu kiyinish xonasi, Yakkasaroy to'yxonasi. Agar xudo xolasa mana operator bolamiz yetkazishadi, qaysi to'yxonada ekanligimizni. Xullas o'sha gap, ish jarayonlari, sahna orti faoliyatlari, sahnadagi hayotimiz bugun sizlarga batafsil yoritiladi. Inshaalloh qiziqarli bo'ladi. O'tkazib bormanglar. Oxirigacha qo'rqmayman. Yo'qmi, ananta kechib kelayotganlar bor. Ke, kechib kelayotganlar. Endi nimaga mo'ralab turibsan? Ke, yaxshimisan? Yo'q, unaqa demayman. Oho, yaxshimisan? Tuzukmisan? Yo'l probka bo'lyapti-da, Zilola. Ha, har doim probka. O'sha yerga o'tasizlar, tez yuzlarni bitta qarab olamiz. Xullas mana shunaqa, kech kelishlar, vaqtli kelishlar, xonandani bo'ynida mana shunaqa narsalarni mas'uliyati ham bo'ladi. Xullas, Yuray aka har bitta to'y oldidan hayajonlanadi. Michael Jacksonning zo'r gapi bo'lgan, bilsanglar, sahnaga chiqayotgan xonanda hayajonlanmasa, u xonanda emas deyiladi. To'g'ri, menga katta sahnalar nasib qilmas endi bu yog'iga, lekin nima bo'lganda ham mana shu kichkina to'y sahnalarini ham men katta sahnadek qabul qilaman, chunki sizlar baribir men uchun xalq va azizsizlar. Men esa qizg'in ish jarayonidaman, qizlarimni mana chiroyli qilish bilan ovoraman. Anta sahnada chiroyli turayotganda orqada mana shunaqa mehnat bor. Uydan hech kim bo'yanib kelib turib, shap etib shunday sahnaga chiqib ketmaymiz. Hamma shu yerda har bitta to'y uchun alohida bitta makiyaj, alohida mehnat qilinadi. Chunki ko'chada yurgan formadagi makiyaj boshqa, sahnaning makiyaji albatta o'ziga yarasha chiroyli, mas'uliyatli bo'lish kerak bo'ladi. Orqada esa kechikkan kostyumerlarimiz navbat kutishyapti. Shunda orqaga o'girilsangiz ko'rasiz. Kelaveringlar qizlar. Qalay bo'lyapti? Yoqyaptimi? Deydi. Yig'amiz-ya, sochim. Albatta. Skriti kamerada, bizada skriti kamera ishlayapti. Bo'ldi, tushundim. Men seni tushundim. Katta qiz bo'lgan ekansan. Ana shunaqa gaplar. Qizlarning o'zi xunigi bo'lmaydi, hammasi chiroyli. Lekin faqat dangasasi bo'ladi. Dangasi bo'lmasa bo'ldi. Ana, egasini topyapti sekin. Umidim sondirma, sobiyapman. Sen yomon, u yaxshi dema. Menga dema, uni bunaqa. Menga qiz
Yalmaganlikda joy almashtirildi. Hozir bu makiyajdan keyin xullas kiyinishga o'tamiz. Kiyinishdan keyin bo'lsa sahnada ko'rishamiz. Endi kiyinish joyini ko'rsata olmaymiz. Sal konturni tekslab yuboramiz. Chunki san'at vakillari raqqosasidan tortib xonandasigacha любой ishni eplashadi, ishoninglar. Ular uyda pazanda ham bo'la oladi, ko'chaga chiqqanda shunaqa har qanaqa sohani eplab ham ketaveradi. Endi tepaga chiqamiz. Xudo xolasa to'y boshlanish arafasida. Endi bu yog'iga ana o'sha sizlarga tayyor beriladigan chiroyli kontentlar bor, ana chiroyli formalarda sahnalarda turib olib, bunaqasidan yetiladigan joylar bor. Ana o'sha joyi qoldi. Endi o'sha joyni tomosha qilasizlar. Sizni chesingizdan chiqmayapmanmi? Yo'q, ikram etib qo'yaman. Ikram o'zing berarsan deyman. Bo'ldi. Главное siz esingizdan chiqmayapman. Yo'q, esimdasiz. Bo'ldi, salom. Boringizga shukr. Nima bu? Nima bu? Ha, biz shunaqa qadrdonlarni ko'rganimizda xursand bo'lib, bag'ir ochib bir-birimiz bilan so'rashish. Auditoriyada hammasi ayollar bilan zal to'lgan. Bizda ham yurak hayajonda. Xudo xolasa kelin poshamiz, kuyovlarimiz kelishsa, bismillah deb boshlaymiz to'ylarni. Boya aytdim-ku, o'sha eng chiroyli ko'rsatiladi-ku, ana klientlarga chiroyli sahnalarda turganlarimiz, chiroyli formalar, bitta muzikani orqasidan ketaveradigan chiroyli holatlar, ana o'sha holat endi boshlanadi, xudo xolasa. Ular eshitib turishdi, nimalar aytayotgan. O'shida. Ana shunaqa, ko'rdinglarmi? Rayhon opam bor klienti ham yo'q qiladigan darajada buni yetib yili to'yga deb aytaman deylar. Xudo o'zingnikidan top. Assalomu alaykum. Kechamizning haqiqiy qahramonlari, qiroli va qirolichasi, kelin va kuyov. Yangi bir mehmon kelib qo'shilyapti. Ularning qadamlari qutlug' va xayrli bo'lsin. Dilbar sadolarini dilga naqsh etib, barcha mehmonlarga quvonch baxsh etaymiz. Tayyormiz. Qizlarimiz sahnada. Xullas hayajonli lahzalar. Hozir bu joni duolardan keyin biz e'lon qilinamiz va boya aytganimdek o'sha lahzalar boshlaymiz. Zilolaxonim, Ibragimova Gulendar. Marhamat azizlar.
Sizdan sho'x ashulalarni aytadigan joyim keldi. Ana endi o'ynaymiz. Ketyapmiz. Bizning ikkinchi chiqishimiz mehmon san'atkorimiz Yulduzxonim Usmonova. Ungacha Yulduz opani tomosha qilib turishingiz mumkin bo'ladi. Ana endi bizaga dam, chunki davrada Mavludaxonim Asalxo'jayeva. Biz dam olib turamiz, ungacha Mavluda opani tomosha qilib turasizlar.
voy gap bo'lish kimga qondirishni ham bilmagansizlarda aylanib ketdi. Aziz mehmonlar, tashkil etgan Eventika jamoasiga katta rahmat boisi juda ham chiroyli dasturni sizdek qalbon tashkilotlar uchun tayyorlab berishdi va mezbon ijodkorimiz Hilola xonim Ibragimovga tashakkurlarimizni izhor etamiz. Aytdingizmi? Aytdim, yo'q buni ismini noto'g'ri aytamadim, yo'q familiyasini. Hilola dedingiz? Yo'q, mayli kesib tashlaylik dedim. Va nihoyat biz tugatdik. Hozir qoq o'rtani bo'lib turib, suhbatni beliga tepib, o'tsib olamiz endi. Xo'p, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Endi so'nggi o'tsiv sizdan bo'ladi. Mana shu bolachi rolik olyapti. Sizga o'xshagan, biz ham to'yga yetadiganlar bu rolikni ko'rishadi. Nima o'tsiv berasiz? To'yingiz qanaqa o'tkazdik? Alhamdulillah, juda ham o'ylaganimdan a'lo bo'ldi. Mana to'yga yetsa bo'ladimi? To'yda sizga aytsa bo'ladi. Biz juda xursandmiz. Jalolaxondan. Alloh rozi bo'lsin. Juda ham nima deydi, ko'tarinki ruhda o'tdi. Rahmat. Keyingi nimalarimiz, o'g'illarimizni, jiyanlarimizni to'yga chaqirishga ham tayyormiz. Rahmat, rahmat. Ilohim to'ylar bo'lsin xonadoninglarda. Ilohim. Men prosta o'tsib chestniy olay dedim. Hozir men o'zim maqtay yurmaydiman-da. Shuning uchun sizlardan chestniy o'tsib olay dedim. Kattakon rahmat, bolalaringiz baxtli bo'lsin. Men sizlarni faqat yaxshi kuninglarga keling. Sog' bo'linglar. Rahmat. Salomat bo'linglar. Rahmat. Rahmat. Oy jon. Katta. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Rahmat. O'yladim sizni shu Yakkasaroy to'yxonasini asosiy o'sha mezbon xonandalardan deb o'yladim. Rosa ham nima deydi, shijoatli, Rahmat. boy, shunaqa qiz ekansiz. Rosa xursand. Rahmat. Endi jam mezbon san'atkor emasman, lekin dam-badam shu kelaveraman deydi nimagadir. Shu haqiqatdan ham Rahmat. 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 Alloh rozi. Rahmat. Sog' bo'linglar sizlar ham. Hammanglar rozi bo'linglar xizmatimga. Xudo xolasa. O'sha aytganimdek to'yda ko'rishamiz faqat sizlar bilan. Xudo xolasa. Kim bilan rasmga tushib olishim kerakmi? Nima bo'lyapti? A? Qayerda? Kimga rasmga tushib olishim kerak? Men bu tarafingizdan qizim bu. Keling, o'jiyonim, keling, keling. Rahmat kattakon. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat kattakon. Agar shotgacha ko'rgan bo'lsanglar, hammanglarga rahmat. Endi to'yga yetinglar, bo'ldi-de. To'ylar muborak sizlarga ham. Rahmat, salomat bo'linglar.